Viloyat yangiliklari informatsion dasturida. Ko'namix tumani Zafarobod Qo'rg'ondagi Yoshlik madaniyat uyida O'zbekiston Respublikasi geologiya sohasi xodimlari kuni munosabati bilan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbir avvalida Navoiy Uran davlat korxonasi bosh direktori Jamal Fayzullayevning tizimda mehnat faoliyatini olib borayotgan barcha soha xodimlariga yo'llagan bayram tabrigi o'qib eshittirildi. Men Abdurahmonov Aziz Shoxnazarovich geologiya sohasida Zafarobod kon boshqarmasida 3-konida bosh geolog bo'lib ishlayman. 2020-yildan boshlab hurmatli prezidentimizning tashabbusi bilan geologiya ishlariga e'tibor juda kuchaymoqda, kuchaydi ham. Bugunga kelib Zafarobod kon boshqarmasi geologiya sohasi bo'yicha ancha o'zgarishlar bo'ldi, yana bo'lmoqda. Buning natijasi mana 2024-yilgi bajarilgan ko'rsatkichlar buni isbotlab berdi, necha barobar ko'paygani. Bu nasib Xudo xolasa 2025-yilda ham bundan da ortiq ko'rsatkichga erishishga harakat qilmoqdamiz. Geologiya sohasi bu juda serqirra bo'lib, yangiliklar kiritildi. Texnika sohalari bo'yicha ham geologiyaga yangi o'zgarishlar kiritildi. Vazifasi konlarni ko'paytirish, yo'qotishlarni kamaytirish, unumdorlikni oshirish. Natijada mana O'zbekistonda kelajagi uchun, o'zimizning kelajagimiz uchun ham konlar topish va o'sha konlarni mustahkamlash. Mana shu bayram bilan hamma geolog, geofizik va marksizlarni chin yurakdan tabriklayman. Tantanali tadbir davomida korxonadagi ko'p yillik fidokorona mehnati O'zbekiston Respublikasining jahon standartlariga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarilishiga qo'shgan munosib hissasi hamda O'zbekiston Respublikasi geologiya sohasi xodimlari kuni munosabati bilan bir guruh ishchi xodimlar Tog' kon sanoati va geologiya vazirligining faxriy yorliq va tashakkurnomalari bilan taqdirlandilar. Xususan 12 nafariga Tog' kon sanoati va geologiya vazirligining faxriy yorlig'i, shuningdek Navoiy Uran davlat korxonasi va 6-birlashgan kasaba uyushmasi qo'mitasining qo'shma qaroriga asosan 16 nafariga korxona faxriy yorlig'i, 12 nafariga tashakkurnomalar hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Bayram tantanasi Farhod va Yoshlik madaniyat uyi badiiy jamoalari hamda xonandalarning kuy va qo'shiqlari bilan davom etdi.